Hammaga salom do'stlar, xayrli kun. Sizlar bilan yana Layla 23 aviator prognoz kanalidamiz. Do'stlar, Telegram kanalim silkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda Telegram kanalimga bemalol o'tib, barcha bookmakerskiy kontoralarning yangi obnovleni bo'lgan versiyasini olishingiz mumkin. Sizlar uchun mana shu YouTube kanalga qo'yilayotgan har bitta video chiroyli kontent bilan qo'yilyapti. Qo'ldan kelgancha like, kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman. DBBet kontorasida normal balans qilingan do'stlar. Mana shu balansda iloji boricha azartga kirmagan holatda 2x qilishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi o'yinimizni padyettinadan boshlaymiz o'rtoqlar. Padyettinaga bo'lish yoki minishga 1-1, 2-1, 3-1 va 4-1 va 5-1 narxlar chiqib bergandan keyin biz 7 ga harakat qilamiz. 5-1lar bor, endi bu 300 mingdan harakat qilsak bo'ladi va har 3 tada dagon bilan do'stlar. Tak 600 mingga ko'tardik. Yommayo 1.200.000 iltimos. Odamni to'g'risi qo'rqitdi. Endi men shidan voy Peter 7 berma. Voy 7 berma, 3-1lar bor. Tak, endi 450 dan harakat qilamiz 7 ga. Bittada yo'q, ikkitada yo'q, 3 tada gap bo'lishi mumkin emas. Bu strategiya o'rtoqlar easy bomba strategiya. Har doim mana shu strategiya bo'yicha o'zim ham o'ynashga harakat qilaman va har doim shu strategiya bo'yicha g'alaba olib kelyapman o'zim ham. Shuni inobatdan chetda qoldirmaylar. Tak, davay 2.600.000 yommayu. Bervor. Voy Peter, bizani azartga tiqib qo'ydi bu. Oxirida berdi, oxirida. Chunki orqama kettilida berganda uch chiqib ketsam bo'lardi ekan. Mayli, yana bitta risk qilamiz 950. 950 dan summani qaytarib olish kerak foydasi bilan o'rtoqlar. 1 2 3. Chunki uje azartga kirdi, nimagaki orqama kettilida normal 7 berib tashadi. Zato pulni orqaga ozgincha plyusi bilan qaytarib oldik. Odamni duxini tushirdi o'rtoqlar lekin. Xo'p, scratch kartga kiramiz. Har to'rtta dagon bilan yaxshi koeffitsiyentlar olishga tak. Ya'ni ikkinchi strategiyani ko'rsatib o'taman. Bizga 30 mingdan uramiz. Ya'ni bu yerda bizga ikkita butulka chiqib berish kerak. 4 koeffitsiyent yomon emas. Ikkita butulka deyman. Ikkita durbin yoki ikkita butulka chiqib berdi. Mayli, endi 300 dan harakat qilsak bo'ladi. 3 million urib yuborimman do'stlar. 2 3. Davay bitta kattaroq koeffitsiyent uje dagon qilamiz, chunki 300 dan uradigan joyimga 3 million urib yubordim o'rtoqlar. Vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Yomma-yo'q. Ba'zida odam adashib ham turish kerak. Ba'zida odam adashib ham turish kerak do'stlar. Tak, davay padyettinadan o'ynab ko'ramizmi? Xo'p, qanchadan? 350 dan. Ketdik. Bitta skater bersa zo'r bo'lardi. Tak, o'rtoqlar, DBBet kontorasini yangi obnovit bo'lgan versiyasi Telegramimda bor. Maksimal darajada like, kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman. Sizlarni har bittanglarni kommentinglarni o'qib javob qaytarishga harakat qilaman do'stlar. Tak, davay. Voy, ko'zim o'ynatib 4xlar o'tib ketyapti boru. Ko'taramiz 390 ga, ozgina dagon qilmasak bo'lmaydi. Davay. Vampir ozgina shu azartliroq va bersa yaxshi beradigan o'yin. Lekin cho'ta hozir bizani oqizyapti. 4x bitta berib qo'ydi, endi bermay qiynayapti. 430 davay bitta respin shu summadan tushib bergan. Mujik sansan bilaman. Davay 4x. Yana lekin respin kerak-da bizga, respin 4x, ya'ni kam beryapti, mayli, cho'tta kam berdi. Xo'p, Western slot o'ynab ko'ramizmi do'stlar? Tak, hozircha 48 million. Tak, birinchi liniyadan. Davay. Uchinchi liniyada 2 million 400. Tak, 8 million 300. Davay, 50 ga ko'tarildi yana. 12 million yetadi. Tak, 21 ochko bo'lsa.
Qiynalmagan holatda videomizni boshlanganiga hali unaqa ko'p bo'lmadi do'stlar. Ko'rib turibsizlar 350 dan. Ko'rib turibsizlar, почти pulimiz 2x ga oshdi o'rtoqlar. Yaxshi, boshidan g'alaba. Yomon emas. Voy. Davay 20. Davay. Voy Peter. Tak, bitta еще majburmiz bu yerda stop bosishga va bizda g'alaba. Bitta mana shu summadan g'alaba qilib bersa, shakarsan, shakar. Gap bo'lishi mumkin emas. Tak, o'rtoqlar, mana shu Vikingisni har doim o'ynab ko'rsatyapman. Vashshi zo'r beradi. Koeffitsiyentlarni albatta, misol uchun o'zingizlarning cho'ntagingizdan, bankingizdan kelib chiqib tikib o'ynasanglar bo'ladi. Tak, menga yoqdi, lish bi menga yoqdi. Tak, o'sha bittadan qilamiz 600 ga. Xo'p, dalsha vay 1.202x berdi. 50 milliondan oshirib chiqsangiz zo'r bo'lardi. Tak, kechagi kuni ham olganman, zo'r bergan o'rtoqlar. Xo'p, endi bugun oqizmasa bo'ldi, kecha berib qo'yib. Tak, 1.800.000. Xo'p, dalsha 3-yo'liga kitob tushib berganda liniya ulanib ketgan bo'lardi. Tak, yana dagon qilamiz 1.200.000 ga. Xo'p, yana 2.402x. Xo'p, dalsha ula ber. Voy, Mamiddan tushmaydimi ya? Cho'tga ketardi. Zo'r ulanib ketardi. Bitta kattaroq koeffitsient kerak bizga, bitta kattaroq koeffitsient kerak. Kattaroq koeffitsient, davay, kattaroq koeffitsient ber, faqat 2.400.000 berdi yana. Tak, dalsha. Xo'p, yana. Dalsha 8.400.000. Davay, yana bitta. Xo'p, zo'r, yana. Chiqamiz, 60 qildik-da, zatto. Xo'p, keyingi o'yinimiz qaysi bo'lsin? Tak, Killer klub o'ynab ko'ramizmi o'rtoqlar? Yaxshi ko'rgan o'yinlarimdan bittasi bilasizlar, har doim maza qilib o'ynayman. Azartga tiqib qo'ymasa, 70 qilaylik. To'xtatamiz do'stlar. Tak, 426 mingdan. Voy. Shu chilli chiqib bermasa-de. Bizga chilli umuman kerak emas. Yana bitta. Yaxshi, yana bitta. 1 2 3 4. Yaxshi, ikkita orqama kattalikda oldikmi yetadi. Tak, yaxshi o'ynab ko'ramiz. Yaxshi ham yaxshi beradi. Men yaxshi ko'rib o'ynayman. Tak, 5100 so'm. Tak. Endi ko'taramiz 600 ga. Yana ko'taramiz 900 ga. Tak, yana bitta. Yana ko'taramiz 1.200 ga. Xo'p, yaxshi, yana bitta. Yaxshi, zo'r. Ozgina balansni ko'tarib qochib chiqqanga yetmaydi o'rtoqlar. Lucky kart o'ynaymiz. Bittada chilli gap bo'lishi mumkin emas. Nima uchun bu strategiyalar o'xshab beryapti degan savol tug'ilyaptimi do'stlar sizlarda ham? Nimaga aytayman? Telegram kanalimga ulanasizlar. Telegram kanalimda DBBet kontorasini yangi обновление bo'lgan versiyasi bor. Ana shundan DBBet do'stanovka qilib, Layla 23 promo kodini yozib o'ynasanglar o'rtoqlar, bemalol o'xshab beradi. Strategiyalar agar promo kodsiz o'ynasanglar o'xshab bermaydi. Tak. Davay bitta. Endi juda kon qilamiz. Voy. Xo'p, yana bitta beradimi? Oy. Oqqizgandan oqqizdi-ku bu. Necha? Yana necha? Voy, 3 ta orqani kattalikda necha? Yana bitta. Tak, yana bitta. Bitta g'alaba, bitta mag'lubiyat berib tashyapti bu. Balans oqqizdilik degan bu. Yana bitta. Hop, yana bitta. Yaxshi, balans tushiramiz. Voy, 6 mingga tushirganimda berma. Voy, bitta. Hat.
Tak, endi ko'taramiz. Bitta. Ko'targanimda bermayapti bu do'stlar. Spesialni kutyapti bu meni balans ko'tarishimni bor bu. Bo'ldi, chiqamiz. Lekin minusda chiqdik. Mayli, ko'tarib olamiz. Xo'p. Tak, qaysi o'yin? Xo'p, 70 qilaylik. Shu summamizni kirash ko'raylik-chi. Kirashda nima gap ekan, do'stlar? Tak, 40. Tak. 4ga 800. Azartga kirgizib qo'ymasa bo'ldi, kirash. Ozgina azartliroq o'yin. Peter 70 qilib to'xtataman deb oqmasam bo'ldi. O'zimni kechira olmayman do'stlar, agar 70 qilib oqsam borki shu summani. Voy, olgan joyimda oqizdi-ya, bu Peter olgan joyimda oqizdi-ya. Ber endi bitta qizilingdan bergin. 20 million pulimni boshini yeding. Xo'p, olamiz. Tak, xo'p, olamiz do'stlar, kerak emas, yetadi menga. Zato 76 ming choq do'stlar. Qizil ekan ham, voy. To'g'risi gap, qo'rqdim, duxumga o'tirdim-de. Kirash chunki odamni bitta azartga kirgizdimi, yeb qo'yadi. Yeb qo'yadi pulinglarni. Xo'p, o'rtoqlar, Telegram kanalimni ko'rsatib o'taman. Ustiga bossanglar, avtomatik tarzda Telegramimga ulanasizlar va u yerda barcha bookmakerskiy kontoralarni yangi обновление bo'lgan versiyasidan tashqari, mana kontoralarni va undan tashqari aviator uchun mana bunaqa prognozlar berib boraman do'stlar. Maksimal darajada kimga kerak bo'lsa bemalol ulab olishinglar mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, bugun DBBet kontorasida почти 25-30 millionga yaqin depozitni 2x dan sal oshirdik bo'ladi. Har doim katta depozit bilan katta o'ynasanglar o'rtoqlar, har doim plyusga chiqib yurasizlar. Har doim minusingiz kam bo'ladi. Sizlar bilan Layla23 kanalida bo'ldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Bizning promokodimiz esa Layla23 promokodi. Ro'yxatdan o'tayotganda promokod yozib ro'yxatdan o'tish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'linglar.